Angliyadagi turadigan joyimiz, karavanimizni ko'rsatamiz. Karavan deb nomlangan. 6 kishilik xonalarda turibmiz, 6 kishilik. Bu 2 kishilik. Bu tomonda ham yana 2 kishilik xonachamiz. Bu yerda ham yana 2 kishilik xonalarimiz mana. Hojatxonasi bor, dushi bor. Oshxonasi mana. Muzlatgich. Bu yerda choy ichsa bo'ladigan joyi. O'tirib bemalol 6 kishi odam siqib choy ichsa bo'ladi. Ko'pchilik ham siqadi-yu. Dam olib xorda qoladigan joyi.